Hürmetli abunachilarimiz, assalomu alaykum. Hammangizga yana bir marta kunlaringiz xayrli bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Musofirdagi do'stlarimiz ham har doimgidek yoddan chiqaramiz. Sog' omon bo'linglar aziz yurtdoshlar. Larguslarimizni ko'rib turibsizlar. 1 2 3 4 5 6 dona largusimiz bor. Hozir birma-bir xudo xolasa hammasini obzor qilib beramiz. Kim largus qidirib yurgan bo'lsa, videolarimizni do'stlaringizga yuborib, podelitsa qilib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmanglar do'stlar. Larguslarimiz demak, Largus Cross 2019-yilda ishlab chiqarilgan metan gazi bor. 329 ming kilometr yurgan. Bahası 127 milyon so'm. 127 milyon so'm. Egasidan ko'rsat. 135 yozilgan. Men bilinmas so'ramadim men egasidan. 127 milyon so'm bahası. 127 milyon. Demek yani keyingi Largus'umuz 2016-yil propan gazı bor. 597 ming kilometr yurgan ekan. Buna toza motor bosilgan do'stlar, Renault motor bosilgan. Bahası 70 milyon so'm. Naqd pul bo'lsa 70 milyon atib beramiz. Yana bir Largus'umuz 2017-yilda ishlab chiqarilgan metan gazi bor. 330 ming kilometr yurgan. Bahası 97 milyon so'm. Ko'rsat, 102 yozilganmi? 97 milyon so'm. İşlerini ko'rsatish kerakmidi ya, shart emas, ha? Do'stlar, kelgan vaqtda o'zingiz qiziqib, mashinani haydab ko'rib, iloji bo'lsa ustalaringiz bilan kelsangiz yoki bo'lmasa olib borib tekshirtirasizlarmi? Bemalol sostoyaniyasini, probeglarni hammasini tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi Largus 2017-yilda ishlab chiqarilgan propan gazi bor. Ikkinchi motori bor, toza motor qo'yilgan. O'zi общий probegi 900 ming kilometr ko'rsatib turibdi. Bilasizlar, Larguslar 300 ming, 400 ming kilometrlar mensimaydi. 900 ming kilometr tabloda ko'rsatib turibdi. Lekin bunga ham yangi motor bosilgan, toza motor 200 ming kilometr. Toza motorning probegi 200 ming kilometr. Bahası 97 yozilib turibdi. Buni ham deta bir 90 milyon so'mlarga beramiz egasi bilan gaplashib. Egasi bilan telefonlashamiz. Yanlaringizda oluvchi bilan sotuvchini xohlasangiz o'zingiz savdolashtiraman nomerlarini berib. Yana bir Largus'umuz 2018-yilda ishlab chiqarilgan metan gazi bor. 336 ming kilometr yurgan. Bahası 120 milyon yozilgan ekan. 115 milyonları bersak bo'ladi buni. Bu mashinamiz hozir keldi. 2019 mada boshliq buni yili. 2019-yil probeg 146 ming yurgan, propan gazi bor. Kraskasi toza deb turibdi egalari, o'zlaringiz uchun ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Shu mashinamiz ishlarni bir ko'rsatib beraylik. Bahasi shunda 125 milyon ay. Siz qo'lingizda deydigan pul. Naqd pul bo'lsa ustidan yarishtirib berasiz, yani ozgina. Ko'p emas. Xiyol. Yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Yana ko'ringlar. Bu mashinamizdagi zo'r sostoyanadi. Bemalol. Propan gazlari bor. Egalar ham shu yerda yonimizda turibdi. Yana 125 milyon so'm egalarning qo'lina tegadigan pul ekan. Propanda ozor ko'rmagan mashina Largus Cross. Ustida ana bagajlar ham bor. Rossiyaga chiqma. Молодец. To'g'ri gap aytganingiz yaxshilar, aytib yurgin baribir. Largusda ham mashinadan klientlar baribir shubhalanish mumkin-da. Tamojga qatnagan deydi, Rossiyaga qatnagan deydi, ana shunday. Endi mehnat qildirish uchun oladilar-ku buni baribir, pul toptirish uchun. Lekin zo'r, xadovoylar ham zo'r. Masalan, Rossiyaning bir ajoyib mashinalardan birisi hisoblanadi-ku. Hurmatli obunachilarimiz, yana ko'rib turganlaringizdek 6 dona Largusimiz bor. Agar kimda bo'lsa, yana olib kelaverasizlar bemalol. Kelib, haydab ko'rib, solishtirib, ustalaringizga berib beramiz. Bir sutka davomida tekshirtirib, xarid qilaverasizlar. Barter xizmatlarimiz bor. Albatta, oldindan mashina olib kelsangizlar, hisoblab olamiz. Ikkilamchi kredit ham chiqarib beramiz. Iloji bo'lsa kreditga olmanglar do'stlar. Iloji bo'lsa kreditga yaqinlashmanglar. Ayniqsa Larguslarni. 1 so'm, yarim so'm ozgina pullaringiz yetmasa, buni egalar bilan gaplashib beramiz. O'zlarimiz pul tekishni yo'lini qilamiz, ish qilib, ozgina durardan bersak bo'ladi. Hammangiz kutib qolamiz. Ertaga bozor kuni, xudo xolasa, hammangiz Qo'shko'prik avtomarketda kutib qolamiz. Larguslarimizda yana buyburlarimiz ko'paydi. Kimda bo'lsa, sotib berar bo'lsam, bemalol olib kelaverasizlar. Hammangiz Qo'shko'prik avtomarketda savdolarimizni rivoji uchun qo'shib turgan hissalaringizdan minnatdormiz. Like bosib, podpiska bo'lib,
Dostlarınıza videolarımızı yükləyib turğanımızdan ham sizlərə əlbəttə öz minnətdarçılığımızı bildirəmiz. Sağ salamat bolunlar. Həməyinizi kütüb qalamız. Rəhmət. Hə deyə.